Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Navbatdagi ishimiz Namangan viloyati Chust tumanida bo'ldi. Zinamiz bugun yangi obyektga keldi. Zinani boshlamoqdamiz. Mana razmerlarni chizib, tayyorlab qo'ydik. Kuzatib olinglar. Albatta polni bitgan videosini ham qo'yamiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana zinamizni tayyorlab bitkazdik. Xo'p, bu zinamiz Namangan viloyati Chust tumanida bo'ldi. Zinamizning balandligi 250. Opsion 6 stupenka tushdi. Stupenkalarimiz standart qilib berdi ukamizga. Zinamizning endi 120. Stupenkalarimizni tikkaligi 15 dan bo'lgan, oyoq qo'ydan 30 dan. Albatta bunda ham birinchi stupenkamizga figura ishlab berdi va o'rtasidagi stupenka 3 tasi aylana bo'ldi. Hozir beton qish jarayonidamiz. Bizani kuzatib boringlar. Albatta polni bitgan holatini ham videosini qo'yib boramiz. Hozir sizlarga zinamizni polni tepadan ko'rinish holatini ko'rsatib beraman. Mana zinamizni polni tepadan ko'rinishi. Shunaqa zinalar xizmat kerak bo'lsa, bek zinalarga murojaat qilinglar. Albatta xizmatlar O'zbekiston bo'ylab bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Barchalarga rahmat, kattakon. Mana do'stlar, zinamizni qo'yib bitkazdik. Ko'rishingiz mumkin. Tepadan ko'rinishi.